Hey, siz Qasımning nimasi bo'lasiz? Men uning xotini. Tom ikki o'rmichichi qaq pachiqaga tushadigan chiroyli cho'k ekan. Bundan keyin yuzimni qandoq ko'tarib yuraman? Agarda men utib olsam, xotiningdan o'tsam, qandoq? Har qaysing bu yerga onangni erga bagil kelishdingmi? Seyit begimga ilgich singligini opirib sovabdi. Men hargiz bormayman. Xotinimni o'zimga qo'yinchi nima qil? Unda qilma. Vay shimg'ina va aqsini bir tepma beka. Hozirgi kagicha Qosim oxundan boshqa arzatiga ko'nglimning peshini tutqizib baxmadim. Bechora nafasim qopdi. Gelmezsin. Bu şeyde kalırsın. Ondan kımlanma. Emarga tikilgan xotin. Oyshem İsmail Tabassum. 9. qism. Zivernisa shuningdan keyingi ishlarni aslayolmadi. Qiynonisi bilan o'g'ilni ko'z oldiga keltirgan Zivernisaning ichiga to'limi achchiq, to'limi qiziq bir o't tushib, burnini ichish turdi. Uning ko'zlaridan ixtiyorsiz yosh to'kildi. Uning kallasiga ketaman degan xiyol kelishi bilan o'rnidan dast turdi-da, eshikka qarab mangdi. Uydagi ayol jiddiy holda uning oldidan to'g'ridi. Nega borlar xinim? Begim silini bu uydan chiqmasin deb topilgan. Nim bo'g'iniga begingizning gapini anglagadekman. Men degan erkin odam. Bir yerga borman desam, erimi boshqarmaydi. Ortiq ishqarlashmay ner turing. So'rab qolsa, meni katta deb qo'ysangiz bo'ladi. Ish undaq oson bo'lmasmikin xinim? Bugundan boshlab sizlar Qosim oxun Palko'zning emas, bizning Seyitboyning xotini. Merhum Bay Memtimin karvan bilan Shahzodam xinimning ativorliq cho'ng o'g'li, shohliqning yerim xo'jasi hisoblanadigan dongliq Bay Seyit begimning 3-xonimi bo'ladilar. Bu joy sizlar kelaman deb kelib, ketaman deb ketadigan joy emas. Eshikdan kirdilimi, o'lib jasadlari chiqadi. To'li kichik bolada qarg'ishlik qilmay, og'ich xinimligini yarashtirsizlar. Ayolning gapi Zivernisaning qo'liga tosh bilan urgandek bilinib ketdi. O bağ kuchini yig'ib, ayolning qo'llaridan qutulmoqchi bo'layotganda, ayol birli kuchab uni o'ltirg'izib qo'ydi. Zivernisa yana chaqmoq tezligida o'rnidan turib, ayolni agibla eshikka etildi. Biroq eshikning teshida qovul ishki erning eshikni beqib turganini u faqatla o'ylab boqmagan edi. Ishki qovul er kishini ko'rib cho'chib ketgan Zivernisa ikkisiga ko'z quyrug'ida qarab qo'yib, ularning oldidan ushqandek o'tib ketishni planlab, tezlik bilan yugurdi. Biroq undaq yugurgandan natchillarning shamolini yig'ib pishib ketgan qorovullardan biri bir qo'lini uztibla Zivernisani tutib oldi hamda uni kichik bolani ko'tirgandek dast ko'tirib, uyga akirib tam bo'yiltib silingan ta'tillo ko'rpaning ustiga tashlab qo'yib chiqib ketdi. Avar bu misla xinim. Seyitboy ruxsat qilmasa, bir tal chivinmi chiqib ketib boqqan qoro emas bu. Jonlarini qiynab nima japasiliga. Avval bir tong otsin, ketaman desinlar, Seyit begimga yolvorib baqsalar, unab qolsa, ondan ketala. Ayolning gaplari mansitmagandek tuyulgan Zivernisa uningga jahli bilan oliyib qo'yib, o'zini tuzab o'ltirdi. Avulaning qo'lidan qutulg'ili bo'lsa, shu topda bechora qiynonisi bilan o'g'lining yeniga ushsa, ha? Lekin bu turqida mumkin emasdek qiladi. Qanday qilish kerak? Zivernisa oxiri umidini tong otganda yolvurib boqadigan Seyit begim degan odamga bog'ladi. Ammo hozirning qaysi chog' bo'lganligini bilgilimi bo'lmaydi. U yanada choy ichib o'ltirgan ayolga sinchi ko'zlarida qarab, asta so'rdi. Acha, siz kim bo'lasiz? Menma? İsmim Zorxan.
Asli yillardan beri Seyit begimning onasi Shahzodam xonimning xizmatini qilatdim. Silini ko'chirib akiladiganini anglab, Shahzodam xonim silining xizmatlarini qilishga meni avatdi. O'rnimga muvofiq birini topsa, xonimning yiniga ketaman. Anlasam, o Seyit bayning ikki xotini bormishkan-ku. Ha, shundoq bo'lsa nima bo'pti? Yo'q, shu daymana amdi. İki xotini bo'lgandan keyin meni qo'yib bersimi bo'ladi-ku? Bu gaplarni begimga deb baqsala, ish qilib men qo'yib beramayman. Ikkalan onu buni deyishib, Zivarnisa birdam jidal qilib yig'lisa, birdam yolvurib, Ro'zixonning beshini og'irtib, oxiri tongma otdi. Untekin studiyasi. Başta oxuchillab uzoq o'tmay ishik echilib, to'limi chiroyli kiyingan, ikki o'rimchichig'i tilla tangala eslagan Qambarnisa xonim ikki qiz xizmatkorini agashtirib kirib keldi. Xizmatkorlarning birining qo'lida uyga elchi bo'lib bo'lgan ayollar sanduqdan elib o'ziga tanglagan egin oyoqlar. Yana birining qo'lidagi patnosda oltin zibuzinnatlar turadi. Zivarnisa ayminib qana o'rnidan turib, Qambarnisa xonimga salom qildi. O'tiring singlim, dedi Qambarnisa xonim Zivarnisaning salomini elib ko'rpaga kelib o'ltirib. Ondan gapini davomlashtirdi. Haqiqatan meni tonimaysiz. Men Seyit begimning ikkinchi ayoli Qambarnisa bo'laman. Peshonimizga ochsingil bo'lib o'tish bitilibdi. Guldek chiroyli qizkansiz. Qarab shunchalik ichim ko'ydi. Zivarnisa Qambarnisa xonimning gaplarini ko'ngil yasab aytgan gaplarga o'xshatanmadi. Xonimning ko'zlaridan balqib turgan samimiyat, mehr uchqini Zivarnisaning dilini azdimi, u mishshidi yig'lavatdi. Qambarnisa xonim davomli so'zlab atadi. Bag'allar bilan kagili unimay, xeyli tirkashganligingizni angladim. Tushunaman singlim. O'rningizda men bo'lsam shunda qilgan bo'lardim. Lekin ba'zi ahvolni siz uqmaysiz. Joyli qilib ketaman deb turibman singlim. Begim sizning atvaringizni qiladi. Açsangil bo'lishib yaxshi o'tdimiz. Yo'q, acha. Mening erim bor, balam bor. Qaynanam kasal yotidi. Ular bilan korim bo'lmaydi. Meni qo'yib bersanglar, men uyimga ketsam bo'lmamdi. Zivarnisa yana yig'ladi. Qambarnisa xonimning uningga ich og'irgan bo'lsa-mu, qo'yib berishga haddi emasda. Zivarnisani qandoq bazlashni bilmagan Qambarnisa xonim bir xizmatkoriga ishorat qilib edi. Xizmatkor berib ishikni ichib, bir yonga o'tib qo'l bog'lab turdi. Dal shu chog'da ishikdan Seyit boy kirdi. Qambarnisa xonim darrov o'rnidan turib, Seyit boyga hurmat bildirib, bir yonga o'tmoqchi bo'lib edi. Seyit boy sharat orqali Qambarnisa xonimni joyida o'ltirishga undadi. Yo'chulli bir kishining kirib kelayotganidan qo'rqib, esan kirgan Zivarnisa egiz bo'yliq, qomlashgan bu odamni nadidir ko'rgandek qildi. Biroq aniq asga ololmadi. Seyit boy Zivarnisaga o'zini tunji qitim nadi ko'rganligini aytib edi. U ko'zlarini chakchaytib, Seyit boyga sinchilab qarab ketdi. To'g'ri. Eliqqa ot meni bo'lgan, konvoy ko'ynaklik, chiman do'ppiq kishi. Yana bir sat odam Zivarnisaning talabiga qo'pol tekkanda, mushu odam va'da berib anjillarni xamonga to'shitib bergan. Gap so'zlari to'limi siliq, ko'zlari kulib turadigan xushbichim odam. Zivarnisa Seyit boyni to'liq asladi va hayajonlanib sal o'ziga keldi. Zivarnisa ko'zlariga qaytadan yosh elib turib, Seyit boyga umid bilan tikilib dedi. Bayaka, sizlar bek yaxshi odam-ku, ha? Uyda kasal qaynonam bilan balam qolgan. Meni ketgil qo'ysizlar bo'pti-kan. Seyit boy Zivarnisaning gaplarini anglab, o'ylanib ketdi. Bir hazodin keyin qo'ynidan teri qog'ozga putilgan tilxatni chiqarib, Zivarnisaning oldiga qo'yib, oldingi kuni Qambarnisa xonimga deganlarini,
namancho'liq haqidagi gaplar va suiqasdlarning hammani bir-birlab bayon qilib berdi. Oxirida mundoq dedi: "Gaplarni angladingiz. Sizni meni utvolmagan taqdirdimi, namancho'liq Qosim Oxunni zo'rlab yurib, qamoqqa tutkizib, baribir utvolatdi. Bu odamni sizmi ko'rgan? Men bilan birga etizingizga borgan heliqi qopiq yomon, qormutuq odam shu. Bu odam qiz ayollarni asosan ko'zga elib ketmaydi. Bugun siz chiroyli ko'ringan bo'lsangiz, atsi yana boshqasiga ko'z soladi. Uning qo'lida xor bo'g'ingizni ko'rgim kelmadi. O'zingiz yolg'iz har qancha tirishqan bilanmi, u uyni uy qilib, Qosimni qamoqdan yondirib, yaxshi arqib bo'lolmaysiz. Jiningiz qiynalg'ini qoladi. Ondan ko'ra, mavi ochingiz bilan birga mening xizmatimni qilib, mush uyning och xonimi bo'ling. Biz sizni hargiz noumid qo'ymaymiz. Untekin studiyasi. Zibarnisoning har nimalarni deganlari öksüp tökülüp yığılğanları bekar ketdi. Seyitboy bilan Qambarniso xonim dunyoda borligi gaplarning hammani qilib, chiroyli va'da qasamlarni berib, uning ko'nglini mushu uyga, Seyitboyga moyil qilishga tirishmoqda edi. Zibarnisoning ularning tirishchanligiga zid holda yig'lab tortishib, to'xtamay jidal qilishlari, bolasi bilan qiynonasining gapini qilib turib olishi oxiri Seyitboyning ochchig'ini keltirib qo'ydi. U qo'lini silkib o'rnidan turib, göz dastlab chiqib ketdi. Qambarniso xonim xizmatkorlarga ko'z ishorasi qilib qo'yib, erining kaynidan chiqib ketdi. Shu kuni Seyitboy bakmi cho'ng to'y qilmay, taklifnomam taqatmay, chaparmanlarini yugurtib yurib xabar yetkazib, al mahalliga osh totibla Zibarnisoning bu uyga kanji xotin qilib akirganligini jakarladi. Onasi Shahzodam xonim dasturxon ustida bu ishni qo'llaydiganligini, ko'pchilikning o'g'liga, oilasiga baxt tilishini umid qiladiganligini aytdi. Ko'pchilikning boshida bu ishlardan xabari bo'lg'achqa, hech kim hayron qolmadi. Seyitboy to'yga kelganlardan bir tiyinga chog'liq sovg'atlik qabul qilmayla qolmasdan, yana tehi har bir oilaga 2 bodin qora choy, 3 kilodan qo'y go'shti tutqizib yo'lga silib, o'zi ishik oldigacha chiqib uzitib qo'ydi. Oldingi 2 qitimliq kat to'ydimi bundoq marhamat qilib boqmagan Seyitboydan butun el mahalla rozi bo'lishib, uni tushma-tushdan maqtishib, uzun umr, salomatlik, mangulik baxt tilab, eg'izi qulqiga yetgan holda tarqashdi. Atigan yenida qolgan 3 ayol xizmatkor Zibarnisoning mengisini yetkichi qo'chib, to'xtamay nasihat qilib o'shidan katkida qilib atgachga, uning ortiqcha qarshilashqudek maqduri qolmagan edi. O xizmatkorlarning o'z kiyimlarini soldirib, yo'g'on yog'och tasqa o'ltirg'izib, butun badanini va chechini yuyib, yangi kiyimlarni kiygizishiga, quloq, bo'yin, bilak, barmoqlariga oltin jabduqlarni taqashlariga, chechini ushoq o'rib, oltin qadoqliq marvoyit do'ppini kiygizib, eng oxirida qip-qizil yepak yog'liqni do'ppi ustidan tashlab, yuzini yepishlariga qarshilik qilmay, jimmada o'ltirib berdi. Göz yoshlari heridan heriga to'kilib tursimi, hech bir uningga ich og'irtar emas edi. Ich og'ritgan taqdirdami, uni bu uyga og'ich xinim bo'lib qolishdan hech kim qutqizib qololmaydi. Kash kirdi. Alohida chiroyli bezalgan xos hujrada yolg'iz qolgan Zibarnisoni qo'rqinch bosmoqda edi. U endi nima yuz bera, u odam kirib zo'rliq ishlatib meni dafsanda qilamo deganlarni o'ylab o'ltirganida eshik ochilib, Qambarniso xonim kirdi. U xizmatkorni buyurib, supiga 2 kishilik o'rin soldirdi. Bu ishlarga ko'zining qirida qarab o'ltirgan Zibarnisoning ko'zlaridan yana yosh to'kilishga boshladi. Qambarniso xonim kulib turib, uning yeniga kelib o'ltirib aytdi. Xo'ymi tugamaydigan ko'z yoshlaringiz bor ekan sizning.
Begim bugün meni yanınızda konuşqa kirgizdi. Hozircha Begimga rayingiz yo'qligini bilgachga zo'rlashni muvofiq ko'rmabdi. Qachon o'zingiz rozilik berguncha sizga yaqin yo'lamaydi ekan. Bu gaplarni anglagan Zivernisa quloqlariga ishonmayla qoldi. Nada mundaq ish bo'ladi. Hech qanday bir arzoti to'y qilgan oqshimi xotiniga yaqin kelmaslikni o'zi o'ttirib qo'yib, o'zini chatga olmaydi. Bu qanday gap bo'ldi endi? Zivernisaning ichidan bir xushlik qaynab chiqib, kulgunicha yig'lab ketdi. Buni ko'rib, Qambarnisa xonim bilan xizmatkorlarmi kulishib ketdi. To'y bo'lib 3-kuniga qadam qo'ygan kuni atiganda 2,5 yoshlik Abbosni ko'tarib, Avzixon eshik oldida paydo bo'ldi. U qorliq kiyimlarni kiyib olgan bo'lib, yiqiqtab yig'lab, to'xtamay hozir ichib o'tatdi. Voy bechora To'xtaxonacha. Qiziga ko'z qiymay ketgan Natvanacha. U shundoq deb hozir ochqanicha darvozani to'xtamay mushlaydi. Bu chog'da odatda menadigan etiga o'z qo'li bilan yem berib odatlanib qolgan Seyitboy otxonada edi. U bog'timaga yonda selingan otxonadan darvoza oldidagi yig'izorini aniq oladi. Seyitboy ot boqariga buyurib, darvoza oldidagi ayolni chaqirtib kirdi. Avzixon yeri bosirab ketgan bo'lib, uzoydan shuncha uzun yo'lni piyoda bosqanliq chiqib turardi. Puchug'idagi Abbosmi to'xtamay yig'lab, Avzixonga yepishibli qolgan edi. Seyitboy Avzixonni mehmonxonaga boshlab, Zivernisani chaqirishga odam mang'uzdi. Ondan xizmatkorlarga buyurib dasturxon soldirdi. Xizmatkorlar dasturxon silib, piyola chaynaklarni ko'tarishib yurgan mahalda shipirlab menib Zivernisa kirib keldi. Avzixon uning kirganligini ko'rib, yig'ini o'ngchi boshlamoqchi bo'ldi-yu, Zivernisani yorishimliq va qimmat usti boshlar ishida ko'rib, ayminib chippida to'xtab qoldi. Zivernisa o'zi kelib Avzixonni quchoqlaganda ondan esig kelib, qaytadan To'xtaxon mo'mayning nomini shipi keltirib qo'shiq qetib yig'lashga boshladi. Ongacha onasini to'nigan Abbosmi taytonlab kelib, uningga esildi. Avzixonning yig'isidan mangdab qolgan Zivernisa bolasini quchqiga elishni unutib, oldirab so'radi. Avzixonacha, onamga nima bo'ldi? Avzixon burnini tortib cho'nqur birini tinib oldi va